Assalomu alaykum o'rtoqlar. Bir dehqonchilarni ko'rsatgim keldi-da, mana endoq o'rmon go'zali degan. Kichkinagina tupda. Endi bu olmalar, biyli olmalar. Bo'lgan, to'g'rimisizmi? Menga mana kivinok ulaganman, oralarida. Ana. Bu kivinok. Ikkitasi birda. Mana bu yerda boshqacha sorti ham bor mana. Bu abatni. Mana. Uzunchoq bo'lyapti. Bir yil meva qildi bu. Qani ko'ramiz. Mana kivinok. Sizlardan ekinasizlar. Tavsiya qilaman. Purtib. Bu Pink Lady. Çok kuzda pishadiganlar. Hadi mana bu nektarin shaftoli. Bunga hali ancha bor ekan. Bilmayman bu salqinda shunaqa ko'p qo'vordi bu yil. Mana haqiqiy kivinok. Mana. Bunga dul ta'sir qilgan ekan mana dul. Qurtmaslik ekan. Mana bil kamroq qildi bu tur. To'lib qolgan edi. Bu haligi uzuncha odam bilganman, nariga abat deganimni. Yani yilga qilar, xudo xolasa, mashlar meva kurti. Mana golden. O'qiganini qo'shnini toki to'lib qoldi. Mana krepsim mana. Orada quyib yubordi bu. Mana. Xudo xolasa pishsa olmaxo'rlik qilamiz mana. Toza. Yardi yo'q, xudo xolasa qurt yo'q. Mehr beryapman, mehr. Qarang. Yana maqtanyapti, o'ylamanglar-ku. Mana. Olmani qarang. Tavsiya qilaman, ekib yaxshi qaranglar, qarasa bo'lar ekan. Salomat bo'linglar.